Shunda qilib, Chintumir Batur maydisiga 7 qat savutni tengib, beshiga dobulg'i kiyib, misran qilichini tutib, o'rida mökünüp yetibdi. Bir kamdan keyin Yalmavuz momay kelib, eshikning oldida to'xtabdi. Uning yuragi do'pildab, badani shurkinib ketibdi. U bugun Chintumir Batur kelgan o'xshaydi. Qaytib ketmisan bombag'idek. Deb orqaga yenibdi. Lekin nafsi qaytib ketishga qo'ymabdi. Momay Chintumir Baturning kelgan kelmaganligini bir so'rab ko'ray. Agar kelgan bo'lsa qaytib ketay. Kelmagan bo'lsa u taliyim. Deb o'ylab ishga yaqin kelib. Chintumir Batur uyida bormi? Arg'amoq iti ig'ilda bormi? Misran qilichi qo'ziqda bormi? Alg'ur burkiti o'rnida bormi? Kap kichigi eshikda bormi? Deb so'rabdi. Maxdum Sala Chintumir Batur uyida yo'qdir. Arg'amoq iti ig'ilda yo'qdir. Misran qilichi qo'ziqda yo'qdir. Alg'ur burkiti o'rnida yo'qdir. Kap kichigi eshikda yo'qdir. Momayning yuragi to'xtab, yetti beshining har biridan turli sadolarni chiqarib, havo guldirligandek kirib ketdi. Lekin ishkirki uyga kirmay. Hey Maxdum Sala, akang Chintumir Batur kelgan o'xshaydi. Uyingda odamning puruqi bog'i. Debdi. Maxdum Sala tamkinlik bilan. Akam texi kelmadi. Agar kelgan bo'lsa, arg'amoq iti ig'ilda, misran qilichi qo'ziqda, alg'ur burkiti o'rnida, kap kichigi eshikda bo'lmasmidi? Sen yolg'on aytyapsan. Chintumir Batur aniqli kelgan o'xshaydi. Odam puruqi kelib turdi. U yo'shirni olgan o'xshamamdi. Debdi Yalmavuz momay. Bugun akamning ko'nglak tambilni yuyib, suyini uyga to'kkandim. Shuning puruqi bo'lsa kerak. Bu so'zni anglab Yalmavuz momay ishkirki uyga kiribdi. Odati bo'yicha Maxdum Salani uzun chechidan to'risqa esib, andili qinini sho'ray deb turishiga Chintumir Batur o'rnidan chiqib, misran qilichi bilan bir urgan ekan, Yalmavuz momayning bir beshi uzilib tushibdi.